mehmonlarimizdan birozgina avtomobil aylanishi uchun imkoniyat yaratib beringlar. Milliy gvardiya xodimlari, xavfsizlik xodimlarini eshitishinglarni, ularning iltimoslarini, ularni talablarini bajarishinglarni so'ragan bo'lardik. Chunki bu perimetr birozgina bo'shatib berilishi kerak. Ayniqsa ehtiyot bo'lasizlar. Avtomobil og'irligi juda ham yana u joyida sirpanadi. Toshlar bor, ham narsa bor. Shuning uchun xavfsizligimiz eng birinchi o'rinda, shuning uchun imkoniyat darajasida xavfsizlikni ta'minlab turamiz. Va bu U8 avtomobili haqida men nazarimda hozir boshlashimiz mumkinmi? Yigitlarimiz tayyorlar, hozir telefonlarni tayyorlab turamiz va BYDni ushbu avtomobilni maxsus U8 shousini biz boshlashimiz mumkin. Ko'ramiz, joyida 360 gradus aylanadigan ushbu avtomobil qanday ko'rinishda bu vazifani amalga oshirar ekan. Marhamat, e'tiboringlarni ushbu avtomobilga qaratishinglarni so'raymiz. Ketdik.